Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Mana sizlar bilan bugun biz sarmoyasiz pul topish yo'lini ko'rsataman hozir sizlarga. Ya'ni mana shu programma orqali sizlar bilan pul topish yo'lini ko'rsataman. Sizlar bu programmani videoni opitsiyasida qoldiraman. Ya'ni siz bu programma orqali sarmoyasiz pul ishlasangiz bo'ladi. Bu programma orqali siz Wi-Fi yoki internet orqali pul ishlasangiz bo'ladi. Hozir buni ichiga kirib ko'ramiz. Sizlar buni ro'yxatdan o'tgandan keyin sizlarda mana shunday oyna ochiladi. Ya'ni mana shunday oyna ochiladi. Siz bunda play tugmasini bosgan holatda siz bunda pul ishlasangiz bo'ladi. Hozir bitta bosib kiramiz. Uzr, telefonni sal qo'tyapti endi. Ya'ni bu yerda 4 ta hayvon ko'rsatilgan. Ya'ni rabbit, keyingisi dog, keyingisi cat, keyingisi parrot. Bu 4 talasidan ham sarmoyasiz pul ishlasa bo'ladi. Eng ko'p ishlaydigani bu dog hisoblanadi. Dogdan yaxshigina foyda olsangiz bo'ladi. Hozir pastdagi submit tugmasini bosgan holatda siz ya'ni mining tarzida pul ishlaysiz. Buni ichiga pul kirgizish shart emas. Hozir ustiga bitta bosganingizdan keyin sizlarga bitta mana shunday menikiga o'xshagan reklama ko'rsatadi. Mana shu reklamani o'tkazgandan keyin hozir videoni o'tkazib olay. Mana sizlar hozir sizlarga ham mana shunday oyna ochiladi. Qarab turibsizki, dogning chap tarafida soat ko'rsatilgan. Soatga qarab o'zi mining tarzida ishlaydi. Masalan, hozir men bosganimdan keyin hali 30 sekundlar bo'lmasa orasin menga 1000 ta yurish qilib beryapti bu dog. Buni endi yakunlaymiz. Video cho'zilib ketmasligi kerak. Create tugmasini bosgan orqali videoni yakunlaymiz. Qarabsizki, hozir mening tokenimga 21 ming tanga yig'ilgan. Endi sizlarga hozir men bu ishlagan pullaringizni qanday qilib chiqarishni ko'rsataman. Mana shu qizil Wizdraft tugmasini bosasiz. Ya'ni siz o'zingizni payr hamyoningizga, boshqa hayvonlaringizga pul chiqarsangiz bo'ladi. Mana kirib ham oldik Wizdraft tugmasini bosib orqali. Mana pastga tushsangiz payr hamyoni bor. Binance'ga chiqarasiz. Boshqa chiqarasizmi? Xohlaganingizdan bor. Payr hamyoniga 0.035 dollar chiqarsa bo'ladi faqat. Mana eng tepada qarasangiz 10 ming tanga 0.01 dollarga teng ekan. Hozir men sizlarga o'zimni, ya'ni o'zim o'tgan 2-3 kun davomida men pul chiqarganman. Hozir sizlarga shuni ko'rsatib o'taman. Ya'ni mana shu belgilagan tugmani orqali ustiga bitta bosasiz va siz chiqargan pullaringiz tarixi yoki endi chiqmoqchi bo'lgan pullar tarixi shu yerda saqlanadi. Mana men 27-sana kuni soat 1:33 da pul chiqarganman. O'zimga payr hamyonimga kelib tushgan. Endi sizlarga hozir men shuni payr hamyonga kirib hozir tushganlik haqida to'liq ko'rsatib beraman. Hozir payr hamyonga kirib olamiz. Mana do'stlar, payr hamyonga ham kirib oldik va bu yerda hozir sizlarga pul kelib tushgani haqida ko'rsatib o'taman. Mana tarixiga kirsak, mana eng tepada turibdi 0.33 dollar qilib bergan. Ya'ni bu programmada demak komissiyasi chiqarishda pul komissiya ushlab qolar ekan. Mana shuni hisobga olganda 0.33
sent bo'lib menga kelgan. Mana aziz do'stlar, sizlar bilan bugun sarmoz pul qanday ishlashini ko'rib oldik. Programma haqida to'liq tushuntirdim deb o'ylayman. Endi sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling. Ya'ni bu programma silkasini men o'zim описаниесida qoldiraman. Shuni ro'yxatdan o'tib bemalol sarmoyasiz pul ishlasangiz bo'ladi. Ko'rishguncha xayr.